Assalomu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Erkiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin da'vosi qildi. Biz Uyg'urning ovozi bo'lamiz. Vatandagi Uyg'urlarimiz, vatandagi millatimiz chorasiz ovoz chiqaramaydi. Vatanning egasi vatanda bo'lgan bilan ular ovoz chiqaramaydi. Biz ovoz chiqaraymiz. Biz vatanning sirtida. Lekin 71 yil naynayga yanım ovoz qo'shamdik yoki savol qo'yamdik. Bu faqat o'zimizningki insonligimizga savol qo'yish orqali bekitilgan bir vaqt hozir. Har xil masalan ayni vaqtda avangard, Uyg'urning avangardlari deb ovoz qo'shgan, men savol qo'ygan vaqtimda shunchalik qattiq haqoratlarga uchirgan insonlar Xudoning qudrati bilan o'zining og'zi orqali sayravotdi. Sababi chet elliklarni oldiyamaydi. Chet elliklardan pul oladi. Uyg'urdan sog'idi. Lekin Uyg'urning oldida aldamchilik qila oladi, chet ellikning oldida aldamchilik qila olmaydi. Chunki g'ojisi nada? Pul nadan keladi degan gap bor. Qozoq qarindoshlarimiz o'zining qo'ldan kelishicha qozoq onalar Xitoy konsulining oldida erkak qirg'inchilik qarshi turamiz deb o'zining qarindoshlarining dardini oldi. Şu özünün qarindoshlarının hörlük üçün ovoz chiqaryapti. Ularning zimin davası yo'q. Hozir Xitoy Uyg'ur bilan qozoqning orasiga qanday jidalni salsa, qozoqning sakraydig'ini, qanday jidalni salsa, Uyg'urning sakraydig'ini obdan biladi. Shuning uchun oshib bir palkish orqali o't yiqib Uyg'ur qozoq orasiga jidal savatdi. Qozoqlarning dardi o'ziga ayon. Bizning dardimiz ularningkidimi ig'ir. Biz zimin deb chiqmadik. Ular inson haqlari degini to'g'ri ularningki. Men aşı so'ziga javob qaytardim. İnsan haqlarining davosini qilsa, Uyg'urning inson haqlarini hammamiz qanotdaşlığı elib oldik o serikchanni. Sababi nima? Hammasi inson haqlarining dardini anlatamda, endi davomli shunday qilayotgan. Kim zimin deyish kerak? Xalq zimin deyish kerak. Xalq zimin degan chaqda undaq tashkilot u lider deganni biz tonimaymiz. Biz bilet tashlab saylagan yoki Uyg'ur ziminiga igi chiqayotgan insonlar emas, yanchiqiga igi chiqayotgan insonlar. Savol qo'yib yiqing, uyqungizni iching. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin da'vosi qildi. Yahudilar zimin da'vosi qilgan. Shuning uchun hozirgacha nima bo'lyapti? Kirishiyotdi. Ziminimiz bor deb o'tira oladi. Butun dunyoga tetiya oladi. Biz hech nima qilolmay hozir jidalga noytimi herisman. Madaniyat qirg'inchiligi deb odamni mo'l qilib o'tadi, dutta qilib, yana ashuna bilan chatig'imiz yo'q. Endi Xitoy nima qilyapti? Jidal savatdi. Biz zimin demay o'ltiramdik uyqumiz bilan choy ichib, ziminimiz hur bo'lgandikin, qarindoshlarimiz baxtli bo'lgandikin, shundaqmi? Yaxshi o'yinni peqing. Uyqu holatidan uyg'uning, Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Uyg'urning dardi zimin da'vosi, qozoqning dardi qarindosh da'vosi. Rahmat sizlarga.